Keling, endi sizlar bilan pudralar haqida gaplashamiz. Tak, juda hozirgi kunda pudralar ko'p, lekin qanaqa pudralarni olish kerakligini sizlarga bitta maslahat berib o'tib ketaman. Misol uchun, Ferrero-Rocher'ning pudrasi. Ko'pchilik mendan hadeb qimmatini reklama qilmang, byudjetnisini ham ko'rsating degani uchun ko'rsatib o'taman. Byudjetni variant tonalga surmasdan pudrani o'zini suradigan uchun juda ham zo'r pudra deb ayta olaman. Quruq yuz ham, yog'li yuz ham ishlatsa bo'ladi. Keyingisi bu Erskine pudrasi yog'li yuzlar uchun juda ham yaxshi. Quruq yuzlarga umuman tavsiya qilmayman, chunki ozgina yuzinglarni quritishi mumkin. Keyin kojasini o'zi umuman bilmaydiganlar uchun, yog'li, quruq bilmaydiganlar uchun, lekin zo'r tushishini va tonalkalari zo'r turishini xohlaganlar uchun Chanel yoki bo'lmasa Laura Mercier'ning Rose powderini tavsiya qilaman. Bular rassipchili pudralar. Yuzinglarda umuman yog'lanib qolmaydi yoki quritib yubormaydi yoki yig'ilib qolmaydi. Asosiysi qaritib yubormaydi. Shu tomonidan meni juda ham yaxshi ko'rdirib qo'ygan. Keyingisi Gucci yog'li aralash ko'rsalar uchun va shu ideal.